Pulingizni sandiqda saqlayotgan paytingiz inflyatsiya ta'siri ostida bora-bora ular oz bo'lsa-da qadrsizlanishi mumkin. Pullaringiz qiymatini saqlab qolmoqchimisiz? Ularni investitsiya qiling. Bundan tajribasizlik ortidan ulardan butunlay ayrilish ehtimoli mavjud. Eng oddiy yo'li pullarni depozitga qo'yishdir. Assalomu alaykum, bugun sizlar bilan depozitlar haqida qisqacha suhbatlashamiz. Depozit yoki boshqacha qilib aytganda omonat. Bu pul mablag'ini belgilangan muddatga bankka qo'yishni anglatadi. Amalda bank sizning pullaringizni tijoriy faoliyat uchun ijaraga oladi va sizga oldindan belgilangan foizlar ko'rinishida ijara haqqi to'laydi. Bu xuddi siz kredit olganga o'xshab ketadi. Farqi, siz bankdan emas, bank sizdan olib turadi. Depozitning bir nechta turlari bor. Masalan, talab qilib olinguncha. Bu turdagi depozit uni to'ldirib borish va hech qanday cheklovlarsiz hamda jamlangan foizlarni yo'qotmagan holda undan istalgan miqdordagi pulni olish imkoniyatini beradi. Talab qilib olinguncha omonatlari bo'yicha foiz stavkalari omonatlarning boshqa turlariga nisbatan past bo'ladi yoki butkul bo'lmaydi. Muddatli. Ular muayyan muddatga ochiladi. Qo'yish mumkin bo'lgan minimal summa shartnomaga muvofiq belgilanadi. Bu holatda mijoz va bank o'rtasida aniq muddat uchun shartnoma tuzilib, bu muddat davomida mijoz muayyan summadagi pul mablag'ini depozit hisobida saqlash. Bank esa mijozga depozitning ma'lum foizi miqdorida to'lovni amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oladi. Omonat yoki maqsadli. Bu turdagi depozitning o'ziga xosligi mablag'ni to'plash va pul mablag'ini muayyan maqsad uchun sarflash, ya'ni ta'lim uchun to'lovni amalga oshirish, mashina, kvartira va hokazolarni sotib olish uchun. Omonat ma'lum bir muddatga qo'yiladi va uni to'ldirib borish mumkin. Tangani ikki tarafi bo'lgani kabi depozitlarning ham ijobiy va salbiy jihatlari mavjud. Ijobiy taraflaridan biri O'zbekistonda barcha depozitlar shartlari va qaysi valyutada ochilganidan qat'iy nazar fuqarolarning omonatlarini kafolatlash fondi tomonidan to'liq hajmda kafolatlanadi. Agar bank bilan biron hol yuz bergudek bo'lsa ham, omonatchi zarar ko'rmaydi. Undan tashqari, depozitlar, ya'ni omonatlar, bu kafolatlangan passiv daromad. Uning uchun to'lanadigan haq mijozning hech bir harakatisiz ham avtomatik tarzda jamlanib boriladi. Qulayliklaridan biri pulni olish mexanizmi nihoyatda oddiy bo'lib, maxsus bilimlarga ega bo'lish talab etilmaydi hamda oson va tez rasmiylashtiriladi. Salbiy tarafi esa ba'zan inflyatsiya darajasi bank tomonidan to'lanadigan foizlardan yuqori bo'ladi. Bu yuqori inflyatsiya yoki giperinflyatsiya davrlarida sodir bo'ladi. Vaqt o'tishi bilan foizlardan keladigan daromad kamayishi mumkin. Lekin shuni unutmaslik kerakki, uyingizdagi yoki kartangizdagi shunchaki turgan pul mablag'lari inflyatsiya tufayli yanada ko'proq qadrsizlanib boradi. Depozit ochish haqida qaror qabul qilishda ayrim jihatlarga e'tiborli bo'lish zarur. Masalan, foiz stavkasiga. U qanchalik yuqori bo'lsa, inflyatsiyadan himoya darajasi ham shunchalik yuqori bo'ladi. Hisobni to'ldirib borish imkoniyatiga, mablag'ni qisman yoki to'liq qaytarib olish shartlari bilan tanishib chiqing. Foizlarni mijoz hisobiga o'tkazilish shartlarining oddiy yoki murakkabligiga, kapitalizatsiya bor yo'qligini inobatga oling va shartnoma muddatini uzaytirish imkoniyatiga e'tibor qarating.